2025-yil qizil osmon bilan boshlandi. Yo'q, bu metafora emas. Ko'pincha qizil tusga ega bo'lgan shimoliy yog'du deb ataluvchi hodisa 1-2 yanvar kunlari Yevropa, Rossiya, Amerika va Osiyo osmonini qamrab oldi. Ba'zi odamlar esa bu hodisani Yangi yil kechasi ham ko'rishga muvaffaq bo'lishdi. So'ngra 7 yanvar kuni Tibetda 7.1 magnitudali zilzila yuz berdi. 126 kishi halok bo'ldi. 646 ta aftershoklar qayd etildi. Yaqinda esa bu zilzila natijasida Janubiy Xitoy bilan Nepal chegarasida yoriq paydo bo'lgani ma'lum bo'ldi. Bu yoriqni sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlarda ko'rish mumkin. Shu vaqtning o'zida Makka va Saudiya Arabistoni o'ta kuchli toshqinlardan aziyat chekdi. Kaliforniyadagi tabiiy yong'in esa allaqachon Los-Anjeles okrugida 40.644 akr yerni yo'q qildi. Ko'rilgan iqtisodiy zarar esa 250 milliard dollardan oshib ketdi. Bularning barchasi 2025-yilning birinchi haftasida yuz bergan iqlim falokatlarining kichik bir qismi xolos. Mening avvalgi murojaatimda o'tgan 2024-yilning iqlim anomaliyalari va rekordlari haqida batafsil video hisobot taqdim etilgan edi. Eslatib o'taman, Umumjahon meteorologiya tashkiloti 2024-yil butun kuzatuvlar tarixidagi eng issiq yil bo'lganini va 2023-yilgi rekordni yangilaganini rasman tasdiqladi. Jahon okeani ham 2024-yil rekord darajadagi haroratlargacha isidi. Uning suvi nafaqat yuzasida, balki 2000 metrgacha bo'lgan chuqurlikda ham kuzatuvlarning barcha yillaridagi eng issig'i bo'ldi. 2024-yilda tabiiy ofatlarning jahon iqtisodiyotiga yetkazgan umumiy zarari 320 milliard dollarga yetdi. Bu esa o'tgan yilgi zarardan taxminan 1/3 qismga ko'proq. Iqlim bilan nima bo'lyapti va bu borada nima qilish mumkin degan savol nafaqat oddiy odamlarning, balki olimlarning ham kun tartibidagi asosiy savolga aylandi. Savolim uchun uzr so'rayman, lekin aytingchi, nahotki biz bu haqda gapirmagan bo'lsak? Nahotki biz Allatra ishtirokchilari sizlarga iqlim bilan nima bo'layotgani va bu jarayonlarning oqibatlari yaqin yillarda qanday bo'lishi haqida ma'lumot yetkazishga urinmagan bo'lsak? Nahotki siz tarmoqda Allatra ko'ngillilari bor kuchlari bilan faktlar va ma'lumotlarga asoslanib iqlim o'zgarishlarining sabablarini ham, Allatra olimlarining iqlim modeli bo'yicha prognozlarini ham sodda tilda tushuntirishga harakat qilgan videolarni ko'rmagan bo'lsangiz, Allatra allaqachon eng yirik 2 xalqaro iqlim anjumani COP29 va COP16da, hatto Rim papasi qabulida ham Yerda ro'y berayotgan va yaqin kelajakda kutilayotgan iqlim o'zgarishlarining asosiy tahliliy prognozlarini o'z ichiga olgan iqlim hisobotini taqdim etgan bir paytda jahon ommaviy axborot vositalari bu faktlarni e'tiborsiz qoldiryapti. Buning o'rniga nufuzli Amerika nashriyoti iqlim modellari va mustaqil tadqiqotchilar faoliyati haqida maqolani nashr etib, undan nimagadir Allatraning hisobotini umuman tilga olmagan. E'tiborimizni eng ko'p o'ziga tortgan iqtibosni keltiraman. Yer iqlimi kelajagini modellashtirish loyihasining 50 yilidan so'ng ham biz hali ham bizni nima kutayotganini bilmaymiz. Ba'zi joylarda yer kutilganidan kuchliroq qiziyapti. Ekstremal hodisalar olimlarni g'aflatda qoldiryapti. Hozirgi paytda iqlim o'zgarishining achchiq voqealigi inson hayotiga bosim o'tkazayotgan bir vaqtda olimlar biz duch kelayotgan aniq kelajakni bashorat qilish qobiliyatimizning chegaralarini tobora aniqroq ko'rishyapti. Kelgusi 10 yilliklar eng yaxshi modellar taxmin qilganidan ancha yomonroq va g'alatiroq bo'lishi mumkin. Savol tug'iladi. Ular nimani eng yaxshi iqlim modellari deb atashadi? Agar eng yaxshi modellar iqlim joyiga tushadi, hammasi o'z-o'zidan tarqaydi yoki jiddiy bir narsa faqat 100 yillardan keyin sodir bo'ladi, hozir esa hech qanday xavf yo'q, tinch yashashga ham, boylik orttirishga ham ulgurasan, nevara-chevaralar esa iqlim muammolarini keyin o'zlari hal qilishsin deb ta'kidlagan bo'lsa, unda bunday qarash bilan Allatraning iqlim modeliga e'tibor berilmagani hech ham ajablanarli emas. Chunki ularning mantig'iga ko'ra
Bizning model eng yomon bo'lib chiqyapti. Agar ularning eng yaxshi modellari sizlarni 50 yil davomida aldab kelgan bo'lsa, unda bizning model eng yomon. Chunki u haq ekanligini asoslab va isbotlab berdi. Achinarlisi shundaki, modelda 10 yil avval bayon etilgan iqlim o'zgarishlari bo'yicha barcha prognozlar tasdiqlanyapti. Shu bilan birga, bunday maqolalarda iqlimni modellashtirish uchun hozirgi mavjud imkoniyatlardan 100 ming barobar ko'proq hisob-kitob qilish kerak va buning uchun ularda imkoniyatlar yo'qligi haqida aytilayotgan bir paytda biz buni amalga oshirishga muvaffaq bo'ldik. Ha, bizda Google'dagidek kuchli serverlar yo'q, lekin bizda butun dunyo bo'ylab minglab befarq bo'lmagan odamlar bor va ularning shaxsiy kompyuterlari bor. Biz ma'lumotlar, faktlar va grafiklarni taqqoslab, kataklizmlarning kuchayish dinamikasini haqiqatdan ham tasdiqlanayotganiga ishonch hosil qila oldik. Biz yashash uchun ma'lum vaqt davomida xavfsiz hududlarni ham hisoblab chiqdik. Va bu haqda ancha vaqt avval gapirgan edik. Yana bizda chop etilmagan va ommaga oshkor qilinmagan ko'plab ma'lumotlar bor. Nima uchun? Insonlarning boshini qotirish uchunmi? Axir, agar asosiy iqlim tahdidini hal qilmas ekanmiz, kimdir 1-2 yil ko'proq yashashidan nima ma'no? Siz oxiratni kutish nima ekanini tasavvur ham qila olmaysiz. Shuning uchun ham men bizning modelimizni eng yomoni deb atayapman. Chunki unda hech qanday ertaklar yoki ahmoqona umidlar yo'q. Unda pul ishlash, o'g'irlash yoki qandaydir g'arazli maqsadda foydalanish imkoniyati yo'q. Bizda pul yo'q. Bizni hech kim moliyalashtirmaydi. Lekin biz hech qachon mablag'imiz yo'q yoki imkoniyatlarimiz yetarli emas deb shikoyat qilmaganmiz. Biz faqat entuziazm va ko'ngillilik asosida birlashganmiz. Haqiqiy ko'ngillilik asosida. Bunda sen faqat sof fidokorlik, yordam berish istagi va insonlar hayoti hamda farzandlarimiz kelajagini saqlab qolish uchun bor kuchingni ishga solib harakat qilasan. Mana shu bizni harakatga keltiradigan kuch. Allatra ishtirokchilari faktlar va ochiq ma'lumotlar tahliliga asoslangan ushbu modelga muvofiq butun dunyoda iqlim ofatlari tobora kuchayib borishi haqida jamoatchilikka bir necha bor ma'lumot yetkazishgan. Va ular yillar davomida eng yaxshi modellar ta'kidlaganidan ancha tezroq kuchayadi. Bu haqida juda ko'p marotaba gapirilgan va achinarlisi shundaki, FSBni o'z nazoratiga olgan bir psixiatriya tashxisi qo'yilgan daho tufayli xalqaro Allatra tashkiloti yerga urildi. Uning ishtirokchilari inson qiyofasidan mahrum etildi va iqlimni kuzatish va o'rganish uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan Rossiya hududidan haydaldi. Axir aynan janob Dvorkin o'z tarmog'i orqali iqlimni o'rganayotgan oddiy, qonunga itoatkor ko'ngillilarni itlarni kabi shafqatsiz ta'qib qilishni boshlash va ularga zarar yetkazish haqida buyruq berdi. Nima uchun? Ular ma'lum shaxslarga yetkazmoqchi bo'lgan iqlim hisobotining yopiq qismini ma'lumotlari uning butun dunyoda totalitar hokimiyat o'rnatish rejalariga tahdid solgani uchun. O'shanda 10 yil oldin bizni sanoqli odamlar eshitardi. Hozir esa iqlimning o'zi bizning nomimizdan gapiryapti. Olimlar yelkasini qisib, sodir bo'layotgan voqealarni qanday izohlashni ham bilmayapti. Har kuni tabiiy ofatlar sodir bo'lyapti. Yangidan yangi rekordlar o'rnatilyapti. Iqlimiy anomaliyalar ko'payib boryapti. 2024-yilda jahon iqtisodiyotiga yetkazilgan zarar haqida yana bir bor eslatib o'taman. Munich Re hisobotiga ko'ra bu zarar 320 milliard dollarga yetgan. Joriy yilda esa Los Angeles okrugidagi yong'inlarning o'zidan ko'rilgan zarar 250 milliard dollardan oshadi. 2025-yilning atigi 2 haftasi o'tdi. Dvorkinning ambitsiyalari va insoniy ahmoqligi qanchaga tushayotganiga qarang. Axir bu yo'qotishlar va zararlarning oldini olish mumkin edi. Lekin bir jihatni ta'kidlashimiz kerak. Ulkan miqyosdagi falokatlar, aql bovar qilmas moliyaviy yo'qotishlarga duch kelyapmiz. Ammo bularning bari halok bo'lgan odamlar soni bilan mutlaqo muvofiq emas. Xudoga shukrki, falokatlarning miqyosiga nisbatan odamlar kam halok bo'lyapti.
Ammo bu nomuvofiqlik uzoq davom etmaydi. Hozircha ilmiy jamoatchilikning aqli eng yaxshi modellarning asossizligini tan olishga yetyapti xolos. Va savol bermoqchiman. Qanday qilib bu modellarni eng yaxshi deb atash mumkin? Eng yaxshisi odamlarning xavfsizligini ta'minlaydigan model. Tibetda 7 ballik zilzilani boshdan kechirgan yoki halok bo'lgan odamlar xavfsizmidi? 2023-2024 rekord darajadagi jaziramadan o'lganlar xavfsizmidi? To'satdan suv toshqinlariga, tornadolarga, bo'ronlarga duchor bo'lgan odamlarchi? Bir soniyada ortga qarab, keyingi soniyada oilasini o'z uyida xuddi pechkaga qamagandek to'soqqa tushirgan lovullayotgan alanga tillarini ko'rgan odamlar xavfsizmidi? Agar bu modellarda odamlar duch kelishi mumkin bo'lgan narsalar haqida hech qanday ogohlantirish bo'lmasa, ularni qanday qilib eng yaxshi deb atash mumkin? Agar allatra ko'ngillilarini ta'qib qilishni tashkillashtirish va qiynoqlar uyushtirish o'rniga 10 yil oldin bizni eshitishganida edi, iqlim bugungi kungiday bo'lmas edi. Va afsuski, bundan keyin hammasi faqat yomonlashadi. Chunki yaxshilanishga hech qanday tendensiya yo'q, qanchalik xohlamasak ham. Iqlim o'zgarishlari to'satdan to'xtab, hammasi normallashishiga birorta ham alomat yo'q. Aslida bu muammoni hech kim hal qilmayapti. Biz odamlar bilan sodir bo'layotgan dahshatni, shu jumladan ayni paytda Los-Anjelesda sodir bo'layotganini ko'rishga majburmiz. Shahar bir necha kechadan beri uxlamayapti. Suvsiz va elektrsiz odamlar telefonlariga tezkor evakuatsiya haqida xabar kelishini kutib yashayapti. Bo'ron shamoli soatiga 130 kilometrgacha yetib, olovni shunchalik tez kuchaytiryaptiki, hatto oddiy ko'mir bo'lagi ham butun dahalarni kulga aylantiryapti. Evakuatsiyaga vaqt juda oz. Odamlar mashinalarni yo'lning o'rtasida tashlab ketishyapti. Butun shahar tutun ichida. Nafas olishning iloji yo'q. Evakuatsiya qilingan aholi telekanallar orqali to'g'ridan to'g'ri efirda ularning hayot yillari qanday yonayotganini ko'rib yig'lashyapti. Tasavvur qiling, ularning ko'z o'ngida o'zlari va farzandlari ulg'aygan uylari bir necha soat ichida kulga aylandi. Yaqindagina turar joy mavzelari bo'lgan joyda bugun faqat kuyib bitgan cho'l qoldi. Jabrlanganlarning ko'pchiligi hatto sug'urta to'lovlarini ham olmaydi. O'tgan yillardagi yong'inlardan so'ng ko'plab sug'urta kompaniyalari o'zlarini bankrot deb e'lon qildi. Endi yong'in xavfi bo'lgan hududlarda uyni sug'urta qilish deyarli imkonsiz. Bu yiliga 100 minglab dollarga tushadi yoki uy umuman sug'urtalanmaydi. Shuning uchun odamlar hech vaqosiz qolishdi. Bilasizmi, eng ayanchlisi nimada? Los-Anjelesdagi deyarli barcha binolar, hashamatli qasrlar ham, osmono'par binolar ham, savdo markazlari ham seysmik xavfsizlik talablariga muvofiq yog'ochdan qurilganligi sababli shunchalik tez yonib ketyapti. Tasavvur qiling, odamlar zilziladan himoyalanish uchun yog'och uylar qurdilar. Ammo endi bu uylar dahshatli yong'inlarda gugurt cho'piday alanga olyapti. Endi jabrlangan aholi respiratorlarda uylarining kuli ustida o'tirib, ma'yus hazil qilishyapti. Men 2025-yilga obunani bekor qilmoqchiman. Sinovli bepul 7 kun tugadi. Kuni kecha oilasi davrasida yangi yilni nishonlagan bu odamlar bugun hamma narsasini yo'qotganini ko'rish men uchun juda og'riqli. Bu qo'rqinchli. Ammo afsuski, bu oxiri emas. Bu faqat boshlanishi va butun dunyo bo'ylab iqlim falokatlari faqat kuchayib boradi. Los-Anjelesda hozir bo'layotgan voqealar bu shunchaki miniatyuradagi falokat. Bu fojiani million marotaba ko'paytiring va siz 10 yil oldin biz iqlim hisobotimizning yopiq qismida ogohlantirgan kelajakni ko'rasiz. Va afsuski, bu kelajakdan biz shunchaki obunani bekor qila olmaymiz. Agar bir ahmoqning hokimiyatga bo'lgan tashnaligi tufayli biz shafqatsiz ta'qiblarga duchor bo'lmaganimizda,
Agar 10 yil oldin bizni og'zimizni yopish o'rniga qo'llab-quvvatlashganida edi, hozir sodir bo'layotgan va keyinchalik ham sodir bo'ladigan narsalar bo'lmas edi. Axir Kaliforniyadagi yong'inlar global tabiiy jarayonlarning buzilishi sababli sodir bo'ldi. Shamollarning kuchayishi, tabiiy suv almashinuvining buzilishi ekanligini kam odam tushunadi. Bu tabiiy ofatlar sayyoramizdagi yagona vayronkor jarayonining bir qismi xolos. Ammo biz avval gapirganimizdek, bu jarayonlarni yumshatish usullari bor. Agar bizni eshitishganida allaqachon gidroalmashinuvni tiklash mumkin bo'lardi va bunday anomal shamollar va qurg'oqchiliklar bo'lmas edi. 2 yil oldin Gavayida butun orol yonib, ko'p odam azob bilan halok bo'lgan fojia ham, Kaliforniyadagi fojia ham, biz bugun gapirgan boshqa fojialar ham sodir bo'lmas edi. O'ylab ko'ring, bu muammoni hal qilishning haqiqiy modellari allaqachon mavjud. Ammo ular faqat hokimiyatga o'rnashib olgan, spravkasi bor bitta ahmoq odamlarning hayotiga tupurganligi uchun joriy etilmayapti. U hammaga tupurib qo'ygan. Hatto o'ziga ham. U hokimiyatni qo'ldan boy bermaslik uchun hamma narsaga tayyor. Men Dvorkin haqida o'z agentlari orqali nafaqat Rossiyada, balki turli mamlakatlarda siyosiy jarayonlarga real ta'sir ko'rsatayotgan kimsa haqida gapiryapman. U istalgan odamni istalgan narsada ayblashi, o'ziga yoqmagan har qanday odamning og'zini yopishi mumkin. Allatra bilan sodir bo'layotganidek, o'shanda u shunchaki iqlim haqidagi haqiqat jamoatchilikka aytilishini xohlamadi. Hammasi shunchalik uzoqqa ketdiki, endi kimga nima deyish mumkin, kim aybdor va kim haq, kimni qatl qilish kerak va kimni qatl qilmaslik kerakligini Dvorkinning o'zi hal qiladi. O'zini bu dunyoning shohi deb hisoblaydigan ruhiy kasal odam. Ammo hozir men uning butun dunyo bo'ylab buyruqlarini bajarayotganlarga savol bermoqchiman. Aytingchi, siz ham shunaqa ahmoqmisiz? Dunyo bilan nima bo'layotganini ko'rmayapsizmi? Nimaga umid qilyapsiz? Kaliforniyadagi fojia dahshatli haqiqatni yana bir bor tasdiqladi. Iqlim odam ajratmaydi, u bilan kelishib bo'lmaydi va mavqeingiz va maqomingizdan qat'iy nazar, siz bir necha daqiqa ichida hamma narsangizdan ayrilishingiz mumkin. Hissiyotlarim uchun uzr so'rayman, ammo deyarli har birimizni kutayotgan, oldini olish mumkin bo'lgan, odamlar boshdan kechirayotgan azoblarni ko'rish men uchun juda og'riqli. 2018-yildayoq Allatra ko'ngillilari AQSh hududida shunga o'xshash iqlim kataklizmlari kuchayishi haqida ogohlantirgan edilar. Ehtimol kimdir oxir-oqibat bizning prognozlarimiz amalga oshayotganini va biz haq bo'lib chiqqanimizni ko'rib, ichi qoraligidan chapak chalardi. Ammo bilasizmi, bu biz uchun og'ir va dahshatli yuk, chunki har yili tobora ko'proq odamlar halok bo'lishini tushunamiz. Biz eng dahshatlisi hali oldinda ekanligini tushunamiz. Va biz bu tushuncha bilan 10 yildan beri yashayapmiz. Aynan shu vaqtda teran fikrlash va harakat qilish juda zarur bo'lganda, bizda, odamlarda hali hamma narsani o'zgartirish uchun vaqt va imkoniyat bo'lganda, sodir bo'layotgan voqealar haqida haqiqatni gapirish va muammoni hal qilish o'rniga sizga konspirologiya nazariyalarini tiqishtirishyapti. Keling, haqiqatga tik qaraylik. Bu konspirologiya g'oyalarining aksariyati Dvorkinning FSB'si tomonidan o'ylab topilgan. Odamlar sodir bo'layotgan voqealarning asl sabablari haqida o'ylamasliklari uchun. Ular o'z agentlari orqali bu barcha yong'inlar sun'iy ravishda, go'yoki harp yordamida yoki osmondan kelayotgan qandaydir nurlar yordamida yaratilgan degan ma'lumotni tarqatishyapti. Va buni qo'llab-quvvatlaydigan ko'plab ahmoqlar bor. Va odamlar nega bunga ishonishni xohlashlarini yaxshi tushunaman. Albatta, axir agar bularning ortida odamlar turgan bo'lsa, demak ular xohlagan paytda buni to'xtata olishadi, shundaymi? Va xotirjam uxlayverish mumkin. Ammo men ahmoqlarning hafsalasini pir qilishga majburman. Bularning bari bema'nilik. Biz haqiqiy tabiiy ofat bilan yuzma-yuz keldik. Aynan shuning uchun ham bu shunchalik dahshatli. Buni hech kim boshqarmaydi, buni hech kim nazorat qilmaydi.
Fitna nazariyalari bilan band bo'lgan bu ahmoqlar esa teran fikrlaydigan odamlarga haqiqiy muammolarni hal qilish va hamma narsani xavfsiz holatga qaytara oladigan vazifalarni bajarishlariga faqat xalaqit berishadi. Mana shunisi haqiqatdan ham dahshatli. Ko'p odamlar boshqalarning azoblaridan sevinishi ham dahshatli. Siz amerikaliklarining jabr ko'rganidan, Gollivudning zarar ko'rganidan xursand bo'layotganlar, siz ahmoqmisiz? Axir bu dunyomiz bilan nima sodir bo'layotganidan dalolat beradigan umumiy balo-ku. Uyg'oning, aqlingizni yig'ing. Bugun ularning boshiga kulfat tushdi. Ertaga esa sizning boshingizga tushsa, kimdir xuddi shunday xursand bo'ladimi? Bu ichki qoralikning barchasi jamiyatni o'zimizniki va begonalarga ajratishning natijasi. Jamiyatni butunlay bo'lib yuborgan ong manipulyatorlari, Dvorkin qo'ylarining faoliyati natijasi. Nahotki umuman miyangiz qolmagan bo'lsa, o'zganing dardiga xursand bo'lsangiz. Nahotki biz hammamiz shunchalik beshafqat bo'lib qolgan bo'lsak, ruslar tomonidan amerikaliklarga nisbatan ancha shafqatsiz sevinish sharhlari uchraydi. Va bilasizmi, bu mavzuga oid ibratli rus latifasi bor. Uylari yonib ketgan fransuz, nemis va rus Xudoning huzuriga kelishadi. Xudo fransuzga savol beradi: "Nima istaysan?" U javob beradi: "Yaxshiroq yangi uy istayman." Nemisdan so'raydi: "U 2 ta yangi uy istaydi." Rus esa nimani so'raydi? "Qo'shnimning ham uyi yonib ketsin." Shunda u xursand bo'lmaydi. Va bu latifa hozir qanchalik achinarli yangrayapti. O'ylab ko'ring, bugun Kaliforniya yonyapti, ertaga esa Sibirning ostida plum portlashi mumkin. Shunda nima bo'ladi? Insoniyligimiz qayerda qoldi? Axir aynan insoniylik odamlarni tabiiy ofatlar paytida qutqaradi va bu bir necha bor qayd etilgan. Xuddi shunday hozir Los-Anjelesdagi jabrlanganlar hammaga insoniylik namunasini ko'rsatishyapti. Ular bir-biriga yordam berishyapti, odamlarni o'z uylariga joylashtirishyapti va insoniy mehr-oqibat va qo'llab-quvvatlash eng qadrli narsa ekanligini tasdiqlashyapti. Odamlar va hokimiyatning bu vaziyatdagi munosabati bu alohida mavzu. Biz buning tafsilotlariga to'xtalmaymiz. Eng muhimi, odamlar o'zini qanday munosib tutayotgani, qo'shnisining yonayotgan uyidan divanni o'g'irlab ketishga harakat qilayotgan ba'zi ahmoqlar ham bor. Garchi bu divanni qo'yadigan joyi bo'lmasa ham, ammo odamlarning aksariyati insoniylik va o'zaro yordamning haqiqiy namunasini ko'rsatyaptilar. Odam bo'lib qolish juda muhim. Aks holda biz bir-birimizni tabiiy ofatdan ancha oldin yo'q qilamiz. Dunyodagi iqlim vaziyati har kuni keskinlashayotgan bir paytda bu haqda hozir eslash vaqti keldi. 10 yil davomida biz iqlimga e'tibor qaratish uchun turli odamlarga murojaat qildik. 10 yil davomida biz kelayotgan xavf haqida ogohlantirib, turli eshiklarni taqillatdik. Ammo hech kim hech narsa qilmadi. Hozir biz taqillatgan eshiklarning faqat kichik bir qismi yonib ketdi. Qolganlari yonishini kutyapti. Va bu metafora emas. Bu haqiqat. Bilasizmi? Men uchun uylari yonib ketgan Gollivud yulduzlari va ularning agentlari hozir nima deb o'ylayotgani qiziq. Biz ularga jamoatchilik e'tiborini iqlim haqidagi haqiqatga jalb qilish uchun forumlarimizda qatnashishni taklif qilgan edik. O'shanda agentlar biror yulduzning ishtiroki uchun bizdan millionlab dollar talab qilishgan. Ammo biz oddiy odamlarmiz. Bizga hech kim homiylik qilmaydi. Yillar davomida faqat ta'qib qilinib, qiynoqqa solinib, jim turishga majburlangan odamlar. O'shanda bizga pul o'tkazishimiz uchun hisob raqamlarini yuborganlar. Hozir hamma narsalari olovda qolganida iqlimga e'tibor qaratishning muhimligi haqida nima o'ylayotgani menga qiziq. Hozir odamlarda ko'p narsani o'zgartirish imkoniyati bor. Shunchaki hamma narsaga befarq bo'lgan kimsaning fikr doirasining torligi xalaqit beryapti. U kunim o'tsa bo'ldi deb o'ylaydi. Keyin nima bo'lishiga tupurib qo'ygan. Ammo aytingchi, sizning va bizning farzandlarimizga shunday kelajak kerakmi? Axir biz aynan ularning kelajagi uchun kurashyapmiz.
Aynan shu narsa bizni jim turmaslikka va gapirishni davom etishga undaydi. O'zimiz ham yong'inlarsiz, toshqinlarsiz yashashni xohlagan bo'lardik. Bu muammo o'z-o'zidan yo'q bo'lmaydi. U faqat o'sib boraveradi. Biz buni 10 yildan beri takrorlayapmiz, ammo bizni ta'qib qilishni davom etishyapti. Nahotki dunyoda aqlli, teran fikrlaydigan odamlar qolmagan bo'lsa? Yo'q, biz bunga ishonmaymiz. Biz bilamiz, yer yuzida hamma narsani tushunadigan milliardlab aqli raso, to'g'ri fikr yuritadigan odamlar bor. Shuning uchun meni eshitayotgan barcha odamlardan so'ramoqchiman. Shaxsan siz nima deb o'ylaysiz? Sizga va boshqa odamlarga iqlim haqidagi haqiqatni bilish kerakmi? Agar siz kerak emas degan qarorga kelsangiz, unda biz ham sizga boshqalar kabi yolg'on gapiramiz va iqlim bilan hammasi joyida deb aldaymiz. Agar siz haqiqat muhimroq deb hisoblasangiz, biz uni aytishni davom etamiz. Axir, bu sizning tanlovingiz. Muammoni tushunib, tashxisni to'g'ri aniqlab, bu kasallikni qanday davolashni bilgan holda yashashmi? Yoki kasallik tanangizni yo'q qilayotgan paytda g'aflatda yashashmi?